Boshida 100 grammdan boshlaganmiz. Bitta qo'yni boshiga 100 grammdan berishni boshlaganmiz. Kelganda-ya? Ha. Sekin-sekin ko'targani. Ha, haftasiga 50 gram 100 gram qo'shib mana shu me'yorga yetgandan keyin to'xtatganmiz. 4 million so'mdan olingan. O'sha paytda kilosi 50 kilo, 55 kilo edi. Hozir xudo xolasa oldi 80 kilodan baland. O'sha rasm maromiga keltirib pishirilganda mana ko'ryapsiz, qo'lda ezilyapti. Bu hazm bo'lmasdan chiqib ketish iloji yo'q-da. Pishirib berishda ham o'ziga yarasha turlari bor ekan-da aka. Обязательно xudo xolasa hammasi hazm bo'ladi. Hazm bo'lmasdan chiqib ketmaydi. Assalomu alaykum Faxriddin Uz kanalining obunachilari, YouTube ishqibozlari akalar, Qo'chqor ishqibozlari. Akalar, bugungi syomkamizda uy sharoitida qo'y boqish sirlari bo'ladi. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib, bitada like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan Abdulla akamizni xonadonlaridamiz. Mana bu yerda boqilyapti turgan qo'ylar qachondan beri boqilyapti, olishda qanaqasida olish kerak, necha oygacha boqish kerak, shu haqida ma'lumotlarda akamizni o'zlaridan chiroyli sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Akalar, videoni o'tkazmasdan oxirigacha maza qilib tomosha qilaverasizlar. Kanalda mehmonlar obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Bugun hafta kunimizga payshanba 15-yanvar 2026-yil. Bo'lmasa akamizdan sekin-sekin ma'lumotlarni olishni boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Abdulla aka, yaxshimisiz? Charchamasdan. Charchamasdan. Ishlar bo'lyaptimi aka? Rahmat aka. Endi bugungi syomkamizda uy sharoitida qo'y boqish sirlari, shunga aka bilgan ma'lumotlarimizni biz obunachilarga qo'lingizdan kelgancha berib boraverasiz. Endi uka, asli qo'yda baraka degan narsa bejizga aytilmagan ekan. Bu qo'ylar xudo xolasa 7-sentyabr kuni Qashqadaryoning Hisori qo'ylari. Xudo xolasa kimdir bu Hisori qo'ylarni kimdir yomon ko'rar ekan, kimdir bu qirg'iz qo'ylarga ishqiboz bo'lar ekan. Biz oldin faqat qirg'izda bu Qashqadaryoning Hisori qo'ylaridan boqardik. Endi bu yil probaga Qirg'izistonda qo'ylardan boqib ko'rdik. Xudo xolasa ular ham yaxshi ekan. Endi bularga keladigan bo'lsak aka, bularda 7-sentyabr kuni olgandik. Demak, 7-sentyabr kuni kelgan bu qo'ylarimiz. 7-sentyabr kuni 4 million so'mdan olganmiz. 4 million so'mdan olingan. Bu qoralar 4 million so'mdan olingan. O'sha paytda kilosi 50 kilo, 55 kilo edi. Hozir xudo xolasa oldi 80 kilodan baland. Oldi 80 kilodan baland. Ha, oldi 80 kilodan baland. 90 kilogacha chiqadi xudo xolasa. Aka, o'zi qiziqish qanday boshlangan bu qo'y boqishga? O'zi asli aka 4ta-5ta boqib yurardik. 4ta-5ta boqib yurardik. Endi o'tgan yili bir hisob kitob qilinmasdi. Boqardik, hisob kitob qilinmasdi. O'tgan yili bir hisob kitob qilib boqsak, xudo xolasa yaxshi foyda qildi qo'ylar. Yaxshi foyda qiluvdi. Asli ishimiz boshqa ish, biz savdogarmiz. Lekin baribir uyda ham ko'p vaqt o'tkazamiz-da. Bekor turmaylik deb shu qo'yni qildik. Xudo xolasa asosiy maqsad qo'yga mehr berib yaxshi daromad topish uka. Aslida demak, mehrda qancha ko'p bersangiz, shuncha ko'p sizga daromad chiqarib beraveradi. Xuddi shunday uka. Shunaqa, bularga yemni pishirib beramiz uka. Yemni demak pishirib beriladi. Yemni pishirib beriladi. Sababki biz oldingi yillar ozroq boqardik, 5ta, 8ta boqardik. Ularda qiziqishga endi har kim har xil boqar ekan, kimdir quruq berib, kimdir ivitib, kimdir undirib berar ekanda donni. Biz ataylabga har oy tortib 5-6ta qo'ydi. Har oy tortib bir oy quruq berib ko'rdik, bir oy pishirib berib ko'rdik, bir oy uvitib berib ko'rdik. O'shanga keyin ularni hammasini hisob kitobini qilgan holatda bizga pishirib berish qulay tushdi. O'ziga o'zlashtirish ham qo'ylardi, o'zlashtirish ham yaxshi bo'lar ekan yemda ozuqani. O xom yegandan ko'ra kilogramda ozroq yer ekan. Demak, pishirib berish sizga effekt yaxshi bo'ldi, shu. Xudo xolasa yaxshi aka. Ko'pchilik o'tib ketyapti deydi, pishirib bersa. Shunga endi siz fikringiz? Endi pishirib berishni ham pishirib berish bor-da aka. Chala pishgan ovqat bo'ladi. Misol o'zimiz ham inson faqat pishirib yeymiz, misol ovqatni. Chala pishgan narsani hech kim ham yoqtirmaydi. Bunga ham qaynasa bo'ldi pishdi hisob emasda. 15-20 yarim soat qaynatiladi. Chiroyli pishadi. Xudo xolasa biz ham ataylab qiziqib kuzatamiz. Lekin hali ichidan o'tkazib yuborgani, donni butunicha unaqa holat kuzatilgani yo'q. Faqat me'yorda berish kerak. Bo'ktirib qo'ymaslik kerak. Me'yori bilan bersa, xudo xolasa yaxshi. Faqat shu qoni to'g'nak mana sizishi bor-da. Lekin qo'ylar tish buzishga keldimi aka bular? Xudo xolasa tish buzishga kelib qoldi. Nasib qilsa, endi ko'pchilik akalarimiz, tushungan akalarimiz ko'rib qo'ylarni yetilib qolibdi, ko'p beryapsiz, deyishyapti-yu. Lekin bizning niyatimiz xudo xolasa Qurbon hayitgacha bular chiroyli qilib boqish, chiroyli. Demak, 100 kilodan o'tkazish ekanda sizning maqsadingiz, o'zi hozir prevesiga 70-80 deyapsiz, oldilarini. Ha, 90 kilogacha chiqadi. Mana shu qo'ylar mana Fardining eti chiroyli-da. Bundan bir oy oldin tortganimizda mana shu imenda mana shu qo'y 80 kilo atrofida 78 kilo chiqqan. Bir oy oldin.
Demak, kelganda bu qo'ylarni tortgansiz. Ha, tortilgan, обязательно hammasi tortib, bir qo'ldan o'tkazilganda. Kelganda necha kilo edi dedingiz kilasini? 55 kilogacha bo'lgan bu qo'ylar. Kelganda, oldi. 45-55 kilogacha bo'lgan. 45 dan, demak 55 gacha kilasini tortilgan. Endi baribir ham effektini ko'proq boqsangiz bilmoqchiga. Ha, endi hisob-kitob bo'lgan yaxshi-da. Savdogar bo'lganimizga hisob-kitob qilamiz hammasini. Nima bo'lyapti, ko'p qo'y boqsangiz, shunga yarasha sizga daromadini ham yaxshigina haligi qilib beradi-da. Xudo xolasa shunaqa ekan. Demak, qurvonlikdan qurvonlikkacha bularni boqib, o'shanga sotish. Xudo xolasa Semirgani. qurvonlikka yaxshi niyat bilan boqib yetiltirib, xudo xolasa yetiltiramiz, xudo xolasa qurvonlikka. Xo'p, endi bu Qirg'iziston Bishkek qo'ylari dedingiz-a bularni. Xuddi shunday. Bu yerda o'zi nechta qo'y boqilyapti, aka? Bular bir partiya 12 ta, bular 11 ta, ichkarida bular davom bor, yana 8 ta. Jami 31 ta qo'yimiz bor. 31 ta. Bular 12 ta, o'sha Qirg'izistonning qo'ylari. Bu Qirg'izistonnikini birinchi marta boqishingiz. Birinchi marta boqishimiz. Xudo xolasa, endi kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi-yu. Kimlardir buni olganimizda bo'lmaydi, Qashqadaryoning qo'yini boqing dedi. Haqiqatda Qashqadaryoning qo'yi semirishi yaxshi ekan. Semirishiga gap so'z yo'q. Lekin bularni olganimizda, misol uchun, buni ham o'zining yo'liga yaxshi ekan aka. Buni olganimizda 3 million 300 ming so'mdan 22-iyul kuni olganman buni. Buni oldinroq olganmiz. Lekin bu qo'ylar xudo xolasa Qashqadaryoning qo'yiga yetib oldi. Bo'y gavda hisobida. Lekin vesida hali yaxshi bularda. Zo'r o'sarkan, zo'r o'sarkan. Lekin hali kilogrammi, ular kilogrammiga yetib borgani yo'q. Bular shu 70 kilogacha, 75-70 o'rtasida kilosi. Bularni ham kelganda tortdingizmi aka? Bular eng oldi 49 kilo chiqqan. 35 kilodan 49 kilogacha bo'lgan bular oldi. 35 kilodan 49 kilogacha. Kichkina qo'zi bo'lganda bu olganimizda. Lekin xudo xolasa o'zgarishi yaxshi. Demak, Qashqadaryonikini ham o'ziga yarasha yo'nalishi bor. Bu Qirg'iziston Bishkeknikini ham mana akalar. Endi asosan buni ichida zotga ham chiqishi mumkin. Xudo xolasa bor shunaqalari. Ana shu turgan qo'yimizga ham qiziqqanlar ko'p. Oshnovoyni. Chekkada sariq o'zi tumshug'i ham bo'lakcha ekan u qo'yimizda. Unga mana bu qo'yimiz bor, ko'kbosh, chiroyli, o'ta uzun qo'y chiqdi mana shu qo'yimiz. Hammasidan ajralib turadi. Gavda boshi ham o'ta chiroyli kelganda. Yuzlari ham tiniq ekan mana bu qo'ylarda aka. O'ta uzun, chiroyli qo'y. O'rtacha hisobda oyiga qanchadan daromad qilishi mumkin? Oldin boqqanlaringizdan hisob-kitob qilib aytingchi. Endi uka, bu qo'ylardan mana shuncha foyda qilsa bo'ladi deb bitta gap aytib yuborish qiyin. Nimagaki? Avvalo bunga chiroyli mehr berish kerak, chiroyli yem, oziq-ovqatni chiroyli bersang, yaxshi qarasang, yana yaxshi foyda qiladi. Bundan mana shuncha foyda qildim desam, kimdir ozroq, kimdir ko'proq foyda qilgan bo'lishi mumkin-da. Kimlardir oldida biz yolg'onchi bo'lib qolmasligimiz kerak. Hop, endi bularni har yili biz boqib kelayotganmiz. 6 oydan 8 oygacha boqamiz. 6 oydan 8 oygacha. 2 million so'mdan 2,5 million so'mgacha foyda qiladi. Har bir donasi yemidan, yegan ichgandan tashqari. Bu oldin boqqanlaringizdan sinovdan o'tgan. Ular sinovdan o'tgan. Xudo xolasa bu yil boshqacha bir mehr berib qarayapsiz. Bu yil xudo xolasa ko'proq foyda olish maqsadidamiz. Niyat ko'proq, kattaroq bu yil. Kattaroq daromad olish. Gap yo'q. Bu yerda endi 31 ta qo'y boqilyapti dedik-a. 31 ta boqilyapti-ku. Aka, endi ichiga balonlarda nimaga ilib qo'yilgan? Taxta bor ekan buni ichida. Endi oldin bunaqa mahkamlab qo'ygandik. Rosa ko'p qilib, qo'ylar bir-biriga irg'imasligi uchun, bir-biri bilan suzishmasligi uchun. Sababki ba'zi bir qo'ylar borda, sheriklarini ovqatlantirmaydi ham. Suzishaveradi, bir-birini majruh qilib qo'yishi mumkin. Ayniqsa, bunaqa sal eti to'lib qolsa, suzishib bir-biriga xalaqit beradi. Hali semirgan sari endi hali sho'xlik qilaveradi qo'ylar. Shunday. Mana keyin buni olib tashlashimizga sababki, tagi juda yomon bo'lib ketgan holatda oyda bir tagini tozalaymiz-da, qiyini ko'chirib olib chiqib tashlaymiz. O'zimizga xalaqit beryapti. Keyin bu qimirlaydigan qilib qo'ysak, buni harakat qilib tursa bu narsa qo'ylar ham cho'char ekanda. Pastdan harakat qilib tursa, bir-biriga uncha irg'imaydi, xudo xolasa kamroq suzishadi. Endi bu suzishi bir-birini may qilib qo'ysa bu qo'yni qiyin ekanda aka. Endi bu ham kimdirlargadir maslahat haliga qo'chqor boqyap turgan akalarimizga balonni shunaqa taxtani ilib qo'ysalar akalar suzishmay turadi. Mana bunaqa sho'xlik qilmasdan taxta borligi uchun sal cho'chib. Endi qo'ylar shu baribir semirgandan keyin iloji yo'q suzishaverar ekan aka. Yo'q, lekin o'sha kamroq, bir-biriga zarb bilan kamroq suzishadi. Bu oddiy uy sharoitida boqilyap turgan qo'ylarimiz aka. Joyimiz ham hech qanchaga tushmagan bo'lsa kerak. Yo'q, asosan arzimagan pulga tushgan. Endi bunchaga deb bo'lmaydi-yu. Asosiy usta oshna-og'aynilarimiz qurib berishgan, hashar qilib. Razmeri nechiga necha aka? Xo'p. Endi bu uka 3 ga 4, 3 ga 4. Qo'rani ichi qolishi. Qo'ran ichi qolishi mana shu oxiridan boshlab 3 ga 4. Mana akalar, joyingiz bormi shunday arzimagan hech qancha summaga tushmagan?
qurib qo'yib boqsalaring bo'laveradi hali. Maslahat endi bu ham 50 ta kimdirga. shifr olganmiz. O yog'ochlar dehqonchilik. Ha, yog'ochlar dehqonchilik. Ha, 50 ta shifr olganmiz. Bitta akamiz borlar, shular qoqib berganlar, xudo xolasa. Ko'p pulga tushmagan. Ko'p pulga tushmagan. Gap yo'q. Zo'r aka. Birinchi o'zi nechtadan boshlagansiz o'zi qo'yib boqishdi? Birinchi qiziqish 4 ta 5 ta bo'lgan. 4 ta 5 ta. Ha, ko'p bo'lmagan. 4 ta 5 ta bo'lgan. Qiziqib keyin oldin pulini hisob kitob qilmasdik. Oldinlarda boqardik, sotardik, o'rniga yangi olardik. Keyin shu 3-4 yil oldin bir qiziqib hisob kitobini qilib boqib ko'rdik. Foydasi yaxshi ekan. O'sha sababdan xudo xolasa ko'paytirdik. Bu yil maqsad yana ham ko'paytirish. Yana ham 30 ta bo'lsa, kengaytirish, ha, hozirda 30 ta bo'lsa, xudo xolasa bu yangi yilga 2026 da 100 ta, 150 ta qo'chqor boqish niyat bor. Gap yo'q lekin aka, omadingizni bersin. Xo'p, endi aka, bularning yemlarini ham bir qator ko'rsatib o'tkazsak, endi hali kimdirlargadir qiziq. Yemiga keladigan bo'lsak, ashada turibdi-ku, pishgan don, makka, arpa, bug'doy. Mana Mana shu pishgan holati, o'sha aytgandek buning ichida necha xil yemi bor endi aka? Endi buning ichida arpasi bor, Hop. makkasi bor, bug'doyi bor. Bu o'sha rosa maromiga keltirib pishirilganda, mana ko'ryapsiz, qo'lda ezilyapti. Bu hazm bo'lmasdan chiqib ketish iloji yo'q-da. Pishirib berishda ham o'ziga yarasha turlari bor ekan-da aka. Обязательно xudo xolasa hammasi hazm bo'ladi. Hazm bo'lmasdan chiqib ketmaydi. Mana o'sha qo'lda ezilib ketyapti-da. Mana. Bu bug'doyni kilosini necha pulda olyapsiz? Ya o'zi olib qo'yilgan. Buni vaqtida olib qo'ygandik. Vaqtida o'sha pishiqchilik davrida olganmiz. 3000 so'mdan 3500 so'mgacha dollar olingan. Bu bitta qo'yga qanchadan to'g'ri kelishi mumkin bunday pishirib berilayotgan turgan holatida? Bu hozir o'ta haqiqiy maromiga yetib pishibdi bu. Makkasi ham bor ekan, arpasi ham bor ekan. Ko'pchil bug'doy dozini qaynatib beradi. Yo'q, bu makka bu semirishiga yaxshi-da, makka bo'lsa semirishiga yaxshi bo'ladi. Arpa ham juda yaxshi narsa asli. Bu endi donasiga har bitta qo'ydi boshiga bir 800 gramdan 900 gramgacha to'g'ri keladi pishishiga qarab. 800 gramdan 900 gramgacha. Sal kam bo'lsa 1 kilo ekanda o'zi. Xuddi shunday. Ertalab 1 kilo, kechqurun 1 kilo, kechqurun o'sha 1 kilo. O'zi boqaversangiz aka, o'zi 1-2 oyda chiqadi. Shu kilodan ham o'tishi mumkin 1 kilodan. Ha, boshida 100 gramdan boshlaganmiz. Bitta qo'ydi boshiga 100 gramdan berishni boshlaganmiz. Kelganda-ya? Ha. Sekin-sekin ko'targani. Ha, haftasiga 50 gram, 100 gram qo'shib, mana shu me'yorga yetgandan keyin to'xtatganmiz. Hozir o'sha pishgan holatda 800 gram, 900 gramgacha. Lekin ko'pchil bilmaydi kelganda qancha gramdan berishdi. Boshida bu qo'ylar dalada yurgan-ku. Bular oldin yem yemagan bo'ladi. Ko'proq berilsa bo'kib qoladi. Qo'yni ham qiynaysiz, o'zingizni ham qiynaysiz-da. Oldin o'sha boshida ozgina 100 gramdan bersangiz, 100 gramga bo'kib qoladigan qo'ylar ham bo'ladi-da, hattoki. Chunki ular don yemagan, oshqozon faqat ko'k o't yeb o'rganganda. Boshida 100 gramdan boshlaganmiz. Qo'shib shu holatga yetib keldi. Bu qaysi vaqtlarda beriladi bu yemini? Endi xudo xolasa ertalab beriladi bir mahal, kechqurun bir mahal yem beriladi. Orada 2-3 mahal hashak yeydi. Hashagamki beda, yer yong'oq balak, moshpaya yeydi. Bu yerda tayyor. Bu hop mana chiqarib qo'yilgan ekanda o'zi. Drabilkadan chiqarilganda bu yer yong'oq bilan somon aralash. Aralashtirib bersangiz ham yonga, ham qo'ylarga yaxshi-da. Hali nushq chiqarmas ekanda o'zidan, ha? Bu tertga somon drabilkadan chiqarib qo'yganmiz. Yer yong'oq balakni maydalab qopga solib qo'yilgan tayyor holatda berilaveradi. Gap yo'q. Demak, o'sha birinchi qo'y olib boqib turgan akalarimizga yemni pishirib berishni xotirjam siz tavsiya beraverasiz, ha? Endi buni ham kimdir har xil usulda beradi-da. Bizga shu ma'qul kelgan tanish-bilishlarga shuni maslahat beramiz, pishirib beraverish kerak. Pishirib berganda gap katta. Endi bu yerda ham ozgina qo'ylarimiz bor, faqat sal qorong'iroq ekan. Sal qorong'iroq. Mana, bu yerda ham o'sha qora kashtanglardan bor ekan-da aka. Ha. Lekin bu ichkarida boqishda ham ichkarida bo'lgan yaxshi ekan, Fahriddin. Qish kunida issiq bo'ladi, yemni o'ziga olishi, et olishi yaxshi bo'ladi. Tashqaridagidan ko'ra bu qo'ylar sal eti tuzukroq. Bular yaxshi ketgan ekan aka, mana bu qo'ylar o'zi yaltirab qolibdi o'zi jonivorlar. Bularning ichida ham lekin juda ko'p zotga mana bu qo'ylar qaranglar lekin. Tashqaridan haqiqatga katta bo'lib ketibdi bular. Hozirgi kunda ham ehson-pehsonga, yo'riq-po'riqqa so'ysangiz bo'lavergan-a bu. Xudo xolasa bo'laveradi. 2 oyda o'zi bular aka siz aytgan natijadan ham o'tib ketishi mumkin bular. Mana bular qaranglar lekin. 100 dan o'tib ketadi. Xudo xolasa 100
100dan baland ancha mo'ljalimiz xudo xolasa. 100 dan baland a. To'yga haydaydigan qilib boqsangiz ham aka. Inshaalloh maqsad shu. Demak, ichkarida boqsangiz ham akalar effekt yaxshi ketaveradi. Zo'r. Tashqaridan ko'ra issiq bo'ladi-da, ichkari baribir. Endi Faxriddin qo'ldan kelganicha ma'lumotlar berdik. Biz o'zimiz bilganimizcha, xudo xolasa kimda kim biz bilmagan, bizdan ko'ra yaxshiroq usullarda boqishsa, kommentariyada chiroyli qilib yozib ketishsa, maslahat berib ketishsa, xudo xolasa nafaqat bizga, boshqalarga ham yaxshi bo'ladi. Qo'yni olishsin, boqishsin, xudo xolasa chiroyli foyda qilishadi, rahmat aytishadi oxirida. Gap yo'q. Aka, sizga ham rahmat shunchalik vaqtingizni ajratib gapirib berganingiz uchun. Akalar, keyingi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar.